Ligim bor, ko'rishinglar mumkin. Obuv qo'yadigan podstavkani eng katta variant. Ko'rishinglar mumkin. Bu razmerlarga kelib o'tamiz. Keyin materialning qanaqaligini aytamiz. Xo'p, razmerlari balandligi 1.32 bo'ladi. Uzunligi 1.8 cm, chuqurligi 38 cm dan iborat. Bunda bitta tortma, 3 ta eshik va tikka eshigimiz bor. Mana polkalardan iborat, ko'rishinglar mumkin. Petlalarimizni ham ko'paytirib qo'yganmiz, mustahkam chiqishi uchun. Xo'p, bu variantimiz 1. Endi ikkinchi variantimiz bor. Ikkinchi variantimiz uzunligi 72 cm bo'ladi, balandligi 1.32 bo'ladi. Bunda bitta tortma, 3 ta eshiklardan iborat. Fasadi, materiallariga kelib o'tamiz endi. Bu ishlarimiz polniy fabrichniy kromka bo'ladi. Kromkalari zborkalarida juda ham mustahkamlikka e'tibor berilgan bu ishlarda. Roliklarni ko'rib turibsizlar, yaxshi roliklar bilan qo'yilgan. Ruchkalarimiz temir. Fasad qismi akrildan ishlab chiqarilgan. Akril, laminat ham emas, MDF ham emas, akril. Bu yaxshisi, xudo xolasa xizmat qiladi. Buni rang rassvetkalari bilan tanishishinglar mumkin.